Assalomu alaykum yurtdoshlar, kasbdoshlar. Tinchmisizlar, harmanglar. Xudo xohlasa bugun 12 oktyabr. Mishalkan tek xod qildim. Mana postoyanniy to'linadigan yeri nisbatan janozroq edi. Shunga tasma, list tashlab berdim yana bir kruq. Чтобы umrliroq bo'lsin deb bu yer qirilibdi. Buruşani atido tek xod etdim, tazadan kraskaladim. Görünüşü xudo xolasa. Reduktor, paket reduktor. Motor o'ralgan, rossiyskiy motor, moshniy motor, 2 kilik 1000 оборот. 220 da ishlaydi, 2 fazla. Kondensatorlardan boyni. Mishalkan izatganimdan bana bir shaqmandashli qarmadi bu. Azg'ina ishlimiz to'xtatamiz. Yaqinda ustalar suv urib, ichida rastorlan qoldirib hozir yuvish jarayoni. 2 chelak suv solasiz, 2 chelak dash solib 10 minut ishlatib qo'yasiz, ichini o'zini yuvib taqlab qo'yadi, top-toza bo'lib. Sezon oxirida shunday etgan ma'qul, ichida hech narsasi qolmaydi. Hozir og'zini yopib pastroq tushirsak, bularni olib tashlaydi xudo xolasa. Balonlar toza. Murayni balonlar edi. Paket muray oldim, shuni balonlarni buna qo'ydim. Holat ideal, ozg'in ishlagan. Bir aybi nuqsoni yo'q. Bellardan ham yerini tek xod etdim. Hozir endi tormozatib qo'yib, mamlab atgan dastasini tiqib, bellardan ham yerini tek xod qilib berdim. Hech yerida lufti boshqasi yo'q. Ham yer tugi, yengil aylanib turibdi xudo xolasa. Reduktorning ichine 1 kilodan ziyod solidol salindi. Undan keyin 1 litrdan nigrol solib qo'ydim. İkisi aralashsa, nigrol kelish ehtimoli pasayadi. Endi bo'liga shunda ozg'ina yana ko'rinib turgan bo'lsa, endi bo'ladi u barib texnika bu yerda ozg'ina nima bo'ladi. Yana shkipdan ham ko'rinib turibdi. Ozg'ina aqqan, menimcha akadon aqib bo'ldiğini aqmasa kerak endi, menimcha. 2 yil oldin sotib qo'ydim, 10 millionda baholadim, 8 ga so'ratlab bermadim shu vaqt. Sosteniyasi. Hem yeri razborniy. Şu g'ay kechilsa, to'g'ri balonni sug'urib olsa bo'ladi. Bu g'ayga ne eshitsanglar, ruchka chiqadi. Bu bolt yechilsa, shestrinasi chiqadi. 4 tane bolt yechilsa, bular chiqadi. Bir dana g'ay kelchilsa, baloni chiqadi. Stupistasi bilan birga. Reduktor 4 voltda, motor 4 voltda. Guruşan o'zini hech tushunmayman sat. Zakritый g'ayki bu ichkarida ko'rinib turgan bo'lsa, shu g'ay kezdiriladi, shokta tushadi. Pasakarataslar gurush tushadi. Bu yerdan solidollab qo'ydim, чтобы tushganda qiynalmasligi uchun. Endi xudo xolasa og'zini pasakaratganda riski tushadi. Minus tarafı yo'q. A'lo darajada ishlatib bo'lsanglar, shu ozg'ina solidor dezib beriladi. Shurna solidor bo'ladi. Ana shunday holatda. Bahasi 8 million so'm. Ben ishni absolut to'xtatdim vallah. Yo'q, endi hech narsa yo'q. Qachondan moy ish yo'q, o'z formalarim yo'q, formalarim sotdim hammasini. Bu og'i ham mishal kesadi. Da более мощныйroq, оборот jalliroq vana, ustalar shuni oldirib bellarni qo'yadi. Ichallarni qo'ydik. Stroykam chala qoldi. Xudo xolasa, bitta finans yetishmovchilik olib turibdi. Shuning uchun sotuvda. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Men o'zimni mishalkam. Bemalol yuriydi, xalaringiz olib borasizlar. Gapni qisqasi bir odam o'zi bemalol to'mma qo'yib biladi. Ko'makchisiz. Shurda shuning uchun bir odam ishlayadi. O'shanday holatda, ideal holatda. Ikki fazla ishlaydi. Mana shunday holat. Baho 8 million so'm, kimga qiziq bo'lsa chiqaverasizlar, sotuvda. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.